Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilar. Mana sizlarga navbatdagi o'g'irlig'imizni video obzorini boshladik. Teddy materialda zakaz qiluvdi. Namanganlik akamiz 530 ga 230 tummasini mana bunaqa mayda qilib bering dedi. Menga dedi, ko'proq odam sig'adigan bo'lish kerak dedi. Bo'pti deb mana shunaqa mayda qilib berdik. Stolning razmeri uzuni 380 ga, eni 90. 100% sasni og'ochda, rossiyskiy pampers prujinada. Materiali mana shunaqa mo'shi bo'lmaydi. Buni mo'shi desa ham bo'ladi. Buni artib yuvib ishlatsa bo'ladi, lekin hozirga chiqqan yangash Teddy materiallar mana shunaqa bo'ladi. 5 yil garantiyasi bor. Buni ham xudo xolasa o'zigacha har xil ranglari bor. Misol oranjiy, qorasini uncha ko'rmadim. Lekin misol boshqacha maloshniy ranglari hamma har xil ranglari bor ekan. Ko'rdim. Lekin zo'r material ekan, lekin mana shunaqa tovlanib qoladi bu. Mana. Tovlanib qoladi. Mana shunaqa injaroq material bu. Shunga kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa razmerli ishlarni ham qilib bera olamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, Teddy materialda buni orqasini o'zini materialdan qilmasdan qora astarlik qilganimiz hisobiga, tumbasini mana bunaqa mayda qilganimiz hisobiga akamizga 7 million 800 ming so'mga qilib berdik. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa razmerlar chiroyli qilib bitkizib sizlarga ham olib borib beramiz. Vodiy bo'lib dastavka xizmatimiz tekin. O'zimiz Andijon shahardamiz. Ismim Nodirbek. Vodiy bo'lib dastavkamiz tekin. Toshkent boshqa joylarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda chiqarib beramiz inshaalloh. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman.